Portali Dinamarka Namanganda bugun Hyundai Santa Fe'ning eng full variantini topib qo'ydik. 2021-yil 69 ming probegida. Salon holatlar juda ham ideal. Kraskasiga keladigan bo'lsak, bir qancha joyda eshikda petno bordilar. Bemalol xohlagan ustingizga borib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bunaqa Santa Fe'larni internetdan rosa qidirib ko'rdik. Full bo'lmagan variantlarni 29 ming, 28 minggacha sotilayotgan ekan. Sosteniyasi ham bunaqa holatda emas ekan. Biz sosteniyasi zo'r holatdagisini 7 kishilik fullini, panorama tomlari bor, head-up displeylari bor, o'rindiqlarda abdufi, abagrefi ko'rishingiz mumkin, isitish tizimlari. Undan tashqari klimat kontrol, cruise control, eco sport, komfort rejimda harakatlanadigan eng full variantini sizlar uchun 34 mingga topib qo'ydik. Santa Fe'ni minadiganlar o'zi juda ham yaxshi biladi. Bu qimmat mashina, lekin o'ziga yarasha komforti bor. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi shokolad variantda. Qo'shimchasiga bu Santa Fe'mizga, krilosiga, kapot qismiga brona plyonkalar urib qo'yilgan ekan. Qimmat disklar taqib qo'yilgan ekan. Bunaqa Santa Fe'larni o'tkazib yubormaslik uchun Dinamarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, repost qilib, shunaqa Dinamarka qidirgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bitta like bosib qo'ying. O'zingiz uchun ham bir yilda shunaqa Santa Fe'larni olish hammamizga nasib qilsin.